Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, xayrli kun barchangizga. Men ismim Murodil, men O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi 2-bosqich tayanch doktoranti bo'laman. Shu bilan birgalikda Farg'ona shahar Al-Xorazmiy xususiy maktabida o'quvchilarimizga 3 yildan beri tarix fanidan dars berib kelmoqdaman. Hozirga qadar 10 dan ortiq o'quvchilarimiz fan yuzasidan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdi. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Mening ismim Shokirjonov Mehruz. Men 4 yildan beri Al-Xorazmiy maktabida o'qib kelaman. Hozirgacha men matematikadan B natija va ingliz tili fanidan B2 natijaga erishganman. Hurmatli ota-onalar, men ismim Ashurboyev Xonazohid va men Al-Xorazmiy xususiy maktabida 1 yildan beri ta'lim olib bormoqdaman va o'tgan yil davomida men ingliz tilidan B2 natijasiga erishdim. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Mening ismim Karimov Elorbek. Men Al-Xorazmiy maktabida 1 yildan beri o'qib kelmoqdaman. Hozirda men erishgan natijalarim matematika fanidan C+ va ingliz tilidan B1, ya'ni B2 darajagacha yetmay qoldi. Bu yilgi maqsadlarim meni matematika, fizika, tarix va boshqa fanlardan yuqori natijalarni olish. Mening ismim Kenchayev Asilbek. Men 4 yildan beri Al-Xorazmiy maktabida tahsil olib kelmoqdaman. Shu yilda erishgan natijalarim matematikadan B, ingliz tilidan B2 bo'ldi. Bu yilgi natija matematikadan A+ darajasini olish. Men o'z tengdoshlarimni bu maktabda kutib qolaman. Biz Al-Xorazmiy maktabida o'z farzandingizni qaysidir ma'noda yaxshi natijalarda qo'lga kiritishni xohlasangiz hamda ularning kelajagiga befarq bo'lmasangiz, maktabimizga tashrif buyurishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Sog' bo'linglar, charchamanglar.